Assalomu alaykum qarindoshlar, shoxtanlar xayrli bo'lsin. Biz bu videoda to'xtamay kalendardan shu eskartish keladigan masalasini hal qilamiz. Buning o'zi bir virus, ya'ni App Store'ningki ruxsatsiz tushgan narsalarda yoki bu shaklda avtomatik buni qo'shilib qilib to'xtamay uchurlar keladi. To'xtamay uchur kelganlik uchun, eskartish kelganlik uchun ishimiz chiqib qo'ydi. Shuningdek biz buni hal qilamiz. Ko'rayotganlardek bu shaklda subscribed mana shaklda chiqadi, ya'ni sizlar a'zo bo'lgan yoki agashgan shaklda chiqib qoladi. Biz shuning o'zini ham yuvasak, undan keyin bu shaklda eskartish kelmaydigan bo'ldi. Uni biz tanshak qismidan yuvitamiz. Tanshakni ochgandan keyin qaraydigan bo'lsanglar, bu qismga kirib, bu yerdagi a'zo bo'lgan kalendar qismidan bu shaklda ko'rayotganlardek yuvatsanglar, kalendarni ichib qarab baqadigan bo'lsak, ko'rayotganlardek ayetki a'zolik yuyilgan bo'ldi. Endi shundan bilan bir vaqtda uchurlarmi, eskartishlarmi pokiz tozalagan bo'ldi. Bu shaklda qilsanglar hal bo'ladi bu masala.